Mazza qildik do'st. Mazza qildik qishloqlar. Ha, kompot mazza qildik. Mening juda uyqum kelyapti. Sen ham yuguring, chopding. Ishqilib charchading. Yo'q do'stlar, qishloqlar mening uyqum kelmayapti. Men uxlamayman. Nima, sen uxlamaysanmi? Rostdan aytyapsanmi? Ha. Yo, kompot, sen uxlamaysanmi? Ha, mayli. Uxlamasang uxlama. Qani kompot, sen bir kun uxlamasdan turib bersang, biz senga izmot beramiz. Yo, mayli, izmot. Mayli. Nima 12 soat bu judayam oson qishloqlar. Ha, biz senga izminlar, ya'ni pul beramiz. Osonmi qishloqlar? Oson. Men 12 soat uxlamasdan turib beraman, maylimi? Mayli, agar sen 12 soat uxlamasdan turib bersang, biz senga izmotlar beramiz. Xo'p, mayli. Agar qishloqlar, agar men 14 ta izmot bersam menga, ha, albatta 14 ta izmot beramiz. Qishloqlar, agar men 100 kun uxlamasam-chi, 100 ta izmot berasizlarmi? Ha, kompot. Ha. Sen 100 kun uxlamasanmi? Albatta 100 kun uxlamaman. 100 kun uxlamasanmi? Albatta. Mayli, biz senga 100 ta izmot beramiz agar 100 kun uxlamasang. Ha, mayli. Barchaga salomlar bilaman, kompot. Xush kelibsiz mening yangi videomga. Do'stlar, bugungi videoda men 100 kun uxlamasdan turaman va 100 ta pulga, ya'ni emonlarga ega bo'laman. Qanunda ketdik. Xo'p, kompot, sen aldamasliging uchun mana kamera qo'yib ketaman. Kameraga teginma. Xo'p. Qanday aldanmish? Mayli, ketdi u ham. Do'stlar, endi mana qanday kamera qo'yib ketgan. Do'stlar, endi biz nima qilsak bo'ladi ekan? Endi uxlamaymiz. Qanunda ketdik. Men hozir narsa olib ketib, kompyuterga o'tiraman. Do'stlar, mazza qilib fleshchib gamburger, ya'ni saska bilan. Yo, do'stlar, kanalimda 50 ta obunachi bo'libdi. Obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Xo'p, do'stlar, ertalab bo'ldimi? Stop, ertalab bo'ldi. Bu degani bir kun o'tdi va yana 99 kun qoldi, do'stlar. Xo'p, kompot. Sen uxlamadingmi? Yo'q. Silmonli hozir turgan emassan. Ha, o'zim shundayda uxlab oldim. Endi sen 99 kun uxlamasdan turib bersang kerak. Ha, bilaman. Chenishni oxirigacha. Bilaman, mayli. 10 kundan so'ng. Do'stlar, mazza uxlab qolmasligim uchun kofelar ichib o'tiribman, do'stlar. Bu ideya degani kodlangmi, texnologiya degani, texnologiya. Do'stlar, shuncha kofe ichib tashladim men. Nima balo? Buncha kofe. Atiga 10 kun uxlamasdan turdim men. Do'stlar. Yo, kompot, senga nima qildi? Men 10 kun uxlamadim. Nima? 10 kun? Sen 10 kun uxlamasdan turib bersang, yana 90 kun qolibdi-da. 90 kun qilgan-a. 80 kun dedingmi? Qara, kallangga ishlamay boshlabdi. 90 kun dedim. Ha, mayli bo'pti. Qayerga ketding, Jetil? Ketib qoldi, do'stlar, Jetilam. Ertalab bo'ldi. Endi yana 90 kun uxlamashim kerak, do'stlar. Buni 80 kun deyapman. 35 kundan so'ng. Do'stlar, yo'qolib qo'ygan buni. Chiroqlar qo'y. Kompot qo'y, uxlab qolma. Chiroqlarni oldidan ketmasligim kerak. Ko'zim yomon og'riyapti. Ay, ko'zim. Do'stlar, barchaga salom, sizlar bilan men kompot. Ko'zimni qaranglar, qizarib ketgan. Kamiga kamera ham qo'yib ketgan. Do'stlar, men mana uyqum kelyapti, yomon. Mana buni svetlarni oldidan ketmasligim kerak, bo'lmasam uxlab qolaman.
Hop, nima qilamiz endi do'stlar? Kravatga yo'q, yotmayman. Kravatni olib tashlayman do'stlar. To'g'risi bor, kravatni olib tashlayman. Yomon uyqum kelyapti meni. Olib boraman-da, lavaga yoqib beraman. Kerak emas bu kravat. Do'stlar, tong o'tyapti. 35 kun uxlamasdan turdim. Uxlayman. Yo'q, uxlamayman. Puchta o'tirganda uyqum kelib qoldi. Yana 71 kun bor. 71 kun. Do'stlar, qaranglar, qanday Minecraft reallashib qoldi, qanday g'alati bo'lib qoldi. Xo'p, do'stlar, qanday joyda yuribman? Ko'zim qani? Yusuf, ko'zim qani? Ko'zimni artang. Ko'zimni artang. Mana do'stlar ko'zim. Ko'zim chaqnab ketgan ekan. 71 kun. Kompot, qayerdasan kompot? Qara kompot. Qayerdasan qishloqqa? Kompot, bu yoqqa, kompot. Qayerdasan qishloqqa? Kompot, bu yoqdaman, bu yoqqa. Kompot, qishloqqa qayerdasan? Qishloqqa. Kompot, bu yoqdaman, qara. Kompot, qishloqqa qayerdasan? Kompot, senga nima qildi? Oldingda turibman, eshitmay qolding. Sen yomon uxlaging kelib qolibdi. Bla. Nima deb tashlading qishloqqa? Ana ko'rdingmi? Nima deyapsan qishloqqa? Gapingga tushunmayapman. Aytdimki senga, umuman tushunmaysan-da. Senga maslahatim, uxlama, tugatdi. Yo'q, men tugatmayman. Yo'toqlar qayerdan keldi? Yo'toqlar qayerdan keldi? Yo'q, olib tashlaymiz buni. Kerak emas menga bular, kerak emas. Yo'q, uxlamayman. Izmot olishim kerak. Qishloqlar bunga izmot deb qo'ymasak bu tentak bo'lib qoladi. Yo'q, izmot deb bermaymiz. Qani ko'raylikchi nima bo'ladi ekan. Qishloqlar iltimosga beraylik, kompotni ham o'ylaylik. Ko'raylikchi 100 kundan nima bo'lgan? 86 kun. Do'stlar, barchaga salom, sizlar bilaman kompot. Do'stlar, qaranglar qanday mayda bo'lib ketganman. Ana men do'stlar, qanday men blokli uydaman va qilichni olamiz, ozroq olma olamiz yeb olishga va ketdik tashqariga chiqaylikchi. Qandaydir havo yaxshi, bahor kelibdimi? Stigman, qandaysan? Yaxshimisan? Hop. Daraxt olamizmi do'stlar? Daraxt olamiz. Daraxt qandaydir belokda ekan do'stlar. Olmos do'stlar, olmosni olamiz. Yaxshi, buni ham olamiz. Qishloqqa qandaysan? Gapim bari qishloqqa. Nima qilamiz endi do'stlar? Mana bu kichikcha qandaysan? Qulog'ing shalpon quloq. Zombi go'shi sehrlangani. Men yaxshi ko'raman. Loyalar degan joy. Ketdik yoqqa. Loya olamiz do'stlar. Ana 1 stak, 2 stak do'stlar. 2,5 stak. Ana molni qaranglar do'stlar ko'chadan. Golim qandaysan? Golim. Qoboboni qaranglar, oldida patalan bor. Mana kulgili ekan mol. Do'stlar. Tovuqcha qandaysan? Creeperlarni bobosimi, momosimi kimdir dash qilib. Qochdik. Bila kulgili. Mana chekkinlarni topdim. Ya'ni tovuq grilllarni topdim. Grillar, ya'ni ovqat bu. Do'stlar, qishloqqa sen nima cho'zib yotib olgansan? Do'stlar, izmut. Qishloqqa ham kelib oldim. Bir amallab qishloqqa kelib oldim. Mana daraxtni olamiz. Sen yig'amassan. Bilet, sinmayapti-ku do'stlar, sinmayapti. Mayli, qo'yaylik. Bananlar yeymiz. Bananlar. Oldiga boramiz, hozir bananlar deymiz.
Hop, 99-kun. U do'stlar qaranglar qandaydir reallashib qolgan Minecraftga tushdim. Yana reallashib qoldi. Buni qaranglar qanday manzara chiroyli. Zo'r ekan. Robot xuddi men osmon kosmosdamanmi deyman-da do'stlar. Xo'p, nima qilamiz endi? Qop-qorong'ilashib qoldi. Nima qo'rqinchli bu yer? Yomon qo'rqyapman do'stlar. Anakay, zo'r bo'ldi do'stlar. Judayam zo'r bo'ldi. Bloklarmi? Basseyn ekan. Basseyn. Kompot nima bo'ldi kompotga? Qishloqlar, salom sizlarga. Kompot turdingmi? Sen 199 kun uxlamading. Nima? Qayerdaman? Qo'rqma kompot, sen quduqqa tushib ketding, biz seni chiqarib oldik. Nima men boshqa dedim-ku? Sen 99 kun uxlamasdan turganing uchun, kallalaring, miyalaring, ko'zlaring og'ib ketgani uchun seni boshing og'ib qolgan. Biz keyin 99-kunda sen quduqqa tushib ketding, keyin biz seni qutqarib oldik. Keyin shu yerga olib keldik, derazalarga qo'ydik, uxlab qolding. Nima qishloqlar, rahmat sizlarga. Sal qolsa o'lib ketadi. Mening ya'ni pullarimni bermaysizlarmi? Mayli, kompot beramiz. Faqat bunaqa boshqa uxlama, maylimi? Xo'p, qishloqlar. Mening pullarimni beringlar. Mana sening pullaring. Mana 1,5 stak do'stlar. 99 ta izmarut. Xo'p do'stlar, endi men bir qishloqlar tashlab chiqib kelay. Do'stlar, ko'rdilaring, sizlar endi sen uxlamaysanmi? Do'stlaringga maslahat ber. Mayli. Kompot, zombi. Nima deyapsan? Mayli. Xo'p do'stlar, sizlarga maslahatim bunday ko'p telefon o'ynamanglar. Kechqurunlari Minecraftda uxlamasdan turmanglar. Meni ahvolimni ko'rdilaring. Xo'p, bo'lmasam nima qilamiz endi? Sizlar bilan xayrlashamiz. Barchaga xayr. Sizlar bilan men kompot bo'lib qoldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Keyin kanalimizga like bosib, obuna qilinglar. Qishloqqa zombi kompot. Aldama zombi yoki xayr barchalaringga.